Hemşehriler 3. bab 10. aydagi qisqa ta'tilda Dilnur Mehray bilan Fatimani yo'qlab, ular o'qiyotgan shaharga keldi. Kunduzi u yer bu yerlarni sayohat qilib, kechda yaxshi suhbatlarda bo'lib, nihoyat ko'ngillik 3 kun o'tkazdi. Ta'til to'shishga yana 4 kun vaqt bor edi. Bu yerga bizni yo'qlab kelib, bizni baxush qilyaptingiz. Shug'unisi, endi men hamroh bo'la olmaydigan bo'ldim, hemşiram. Berib singlimni yo'qlashim kerak. Singlimning salomatligi degandek yaxshi emas. Singlingiz nima bo'ldi? deb kelsam, gap uzun. Mehray gapini boshladi. Qishki ta'tilda uyga qaytgan chog'imizda uydagilar bizning namoz o'qishimiz va o'rnib yurishimizga bakli qarshi turib ketgan edi. Hatto singlim bir necha qatam tayoq yedi. Hay, ish qilib odam o'lsa, ichi bir xil bo'lib qoldi ekan. Oxir opam to'la yig'lab, ikkimiz beshimizga posma kiyib, bo'ynimizga sharp o'rab degandek uydan orolga chiqib maktabga kelib oldik. Bir mas'um garchi dadam telefon qilsak olmay bizga qo'pol tegib o'tgan bo'lsa-mu, xil xotirjam edik. 5-oylarda dadamning bir do'sti singlim o'qiyotgan shaharga xizmat ishi bilan kelgan ekan, singlim yo'qlabdi. Qaytib borgandan keyin dadam do'stlari bilan o'tirgan bir so'rinda singlimning gapini qilibdi. Nimalarni dedi bilmadim. Dadam uda 3 kungacha tuzuk uxlayolmabdi. Keyin bir kuni singlim telefon qilib, "Ya beshingni yog'ini olsa, ya bundan keyin bo'yiga qadam bosmaysa, senda qizim yo'q" debdi. Shundan beri men telefon qilsam-mu, dadam opam ishkilis telefon olmaydi. Ota-onam balkim ansirganligidandu, ish qilib bizning bunday yurishimizni xohlamaydi ekan. Lekin xalqning gap so'zlari ularga bakrak ta'sir qildi ekan. Biz Uyg'ur xalqining qilgan cho'ng ishlarimiz bo'lmagandan keyin, qo'limizdan biror ish kelmagandan keyin o'zimizning uyini qo'yib, xalqning uyiga bakrak ko'ngil bo'lib ketayotganmiz. Shuni demamsiz, bizni namoz o'qib yog'liq chekib yuribdi degan gap birdamda hamma yerga pur ketgan chog'i, kimni uchurs opamga bu qandoq sho'p ketdi, bu bola nimanda xaraz o'qmaydigandi deyishgudak. Hatta ba'zilari qizlarga biror ish bo'lmagandi, birari poza qilibdimi, qalsiq nimish shuncha ta'sir qilib ketgandi degudak. Bu gapni menga nasihat qilib, telefon qilgan hammamdan angladim. Qarang, yoqalar etak bo'ldi, etaklar yoqa bo'ldi degan shu-da. Keyin yozliq ta'til bo'ldi. So'ngra mening yinim kelib turdi. Azaldan cho'ngroq og'rib boqmagan odam shu ta'til og'rib qolsa bo'ldi. Uydagilar iqtisodimizni o'zgartishga, men ta'til vaqtidan foydalanib, maktabda ishlab, ikkimizning qo'rsqini beqotatdim. Bir kun ishda yinib, yotoq kirsam, singlim yerda o'tiribdi. Qarsam yig'lab, ko'zlari qizarib ketibdi. Nima bo'ldingiz desam, putini ko'rsatdi. Put ishi futboldek bo'lib ketgan ekan, qo'rqib ketdim. Nima bo'ldingiz, biror yerga urib oldingizmi desam, yo'q, bilmayman. Tunugundan boshlab putim ozroq og'rigan edi. Nima bo'ldi ekan deb o'yladim-yu, lekin yana o'ngshilib qolar deb karimni qilmay yuraveribdim-a. Boya bak og'rib ketdi, ondan birdamda shundoq ishib ketdi deydi. Qanday qilaman, maktab sirtida cho'ngli doktorxonasi bor edi. Yinimda borib pulni to'lab doktorga ko'rsatdim. Doktor ko'ribla, yotoq olmasak bo'lmaydi ekan dedi. Bichora singlim putining og'riqidan kechalari uxlay olmaydi. Nima kasalkan? Aldirab uning so'zini bo'ldi Dilnur. Anglab baxmali bir kasalkan, qon tomir yolg'inibdi deydi. Putin tuvan qilsa, puti texim ishib ketadi. Qanchalik qiynalganini o'zi bildi. Lekin namoz vaqti bo'lsa, namozni o'rtirib o'qiydi. O'rtira olmayman-da, o'ltirasam bo'larmi deydi. Uning qarsam, ko'zlariga yoshlar quyildi. Doktorxonada bir necha kun yotgandan keyin yotqimni qaytirib akil olmoqchi bo'ldim. Pul to'lay deb barsam, doktor singlimning yotoq pulini bir to'layapti deydi. Kimligini zoti bilolmadim. Sestrani so'rsam, yog'liq chegib olgan bir xuyzu ayol deydi. Singlim yotoqda yotganda bu yerda biz yaxshi o'tadigan bir necha xuyzu adilar Fatimani anglab yo'qlab kelgan ekan, shulardan biri o'xshaydi, lekin so'rsam, hech qaysi tegilmadi. Maşallah, mayli kimli bo'lsin, Alloh shu qarinishimizga cheksiz ajr bersin. Allohning bandasini yordamsiz qo'ymaydiganligini mana bugun yana bir qatim ko'rdim. Faqat biz Alloh yo'lida ching tursak, Alloh hamon bizdan yordamni aymaydi ekan. Soningizga bak ko'ngli yerimdi-a? Ko'ngli yerimdi, lekin uning ro'yi tayyorlik bor edi. Fatimaning ishlarini anglab, u doim balkim bizning beshimizga shu kunlar kelib qolar edi, tayyorlanib turaylik deb turadi. Fatima uydagilar bilan hozir qandoqroq o'tadi? Hay bo'ldilar, buni o'zingizga so'rang. Singlimning puti texpitlar yaxshi bo'lib ketmagan, jiq yo'lmasa, puti yana ozroq shishib qoldi ekan. Shunga meningcha bu dam edishdimi, yotiqdan sirtqa chiqmagan bo'lishi mumkin. Men berib, singlimga 2 kun bo'lsa mamra bo'lib kelay. Asli menmi bilib berib, singlingizni yo'qolsam yaxshi bo'ladi. Lekin hammamiz o'quvchi, men barsam turadigan joy topolmay qiynalib qolarmiz qachon.
Siz meni yotiqim turavering. Fatimaning boshqa ishlari yo'q, sizga amra bo'lib o'yintidi. Tayyorlikda birga o'qigan boshqa qizlarmi sizni o'yintimiz deb yurgan? Buni sanog'izga bering, oldimizda Ramzon kelyotidi, lozim qilar. Dilnur shundoq degach, yanchuqdan 200 ham pulni chiqarib uniga tangladi. Ya unda qilmang. Illing meni ozroq ko'nglim, ya singlingizga o'z yoqtiradigan narsalarni olib berasiz, ko'ngil ichilib qoldi. Har oz, hozir pulni qanday qilyapsizlar? Ishkirimizdan yig'ib qo'ygan pulimiz bor edi, bir mezgil shuni ishlatgan. O'tganda hamon 1000 yuan pul avatib ekan, u tugsa Alloh yana bera. Mihrayning ko'z chanoqlari va burnining uchi qizarib qolgan edi. Ansirmang, Alloh xolsa pulning amoli bo'ldi. Agar meni yod ko'rmasangiz, men pul beray. Shuni xizlab turinglar. Ya, sizmi o'qish tursangiz? Mening emas, akamning puli. Agar akam deydigan bo'lsam, akam nihoyat xush bo'lib ketadi. Akam oliy maktab bitirgandan keyin hukumatning organida xizmat qilishni xohlamay, savdogarchilik qilgan, hozir kichikroq bir shirkat qurib oldi. Foydasi yomon emas o'xshaydi. Hozir ahvoli xeyli yaxshi. Topgan pulni shunday yangi ishlatmay, nega ishlatadi? Dilnur Mihrayning so'mkasini yig'ishtirishga qarag'ach, o'zining uyda bo'lib o'tgan ishlarini eslashga boshladi. Tayyorlikning birinchi yilligini bitirgan yozlik ta'tilda Ummu Fatima bilan birga uyiga qaytgan edi. Uning ota-onasi ayni chog'da uning namoz o'qig'iniga shunchalik qarshi edi. Uning o'ranganligini ko'rib, nima bo'lib ketganligini sizmi tasavvur qila olasiz? U avtobusdan tushishiga nariq tarafda mashina bilan saqlab turgan dadasining rangi o'ngib ketdi va uningga qarabmi qo'ymay ketib qoldi. Opasi uni ko'rib, "Bolam bu nemish?" deb turib qoldi. Faqat aksla xo'shalligidan singsini quchoqlab ko'tarib oldi. Shuningdan boshlab ta'til bo'yi uningga oromchilik bo'lmadi. Kunda degudek ota-onasining to'p-tansiga uchrab turadi. Lekin bularning Allohning siniqi ekanligini, mushi ko'rayotganlari uchun Allohning ajr berdiganligini o'ylaganda qalbi yorib, ruhi ko'tarilib qoladi. Lekin kichigidan o'ziga shundoq amroq ota-onasining uningga mushundoq muomala qilayotganligi uning yuragini ichtiradi. Uyga qo'shnilar kirsimi, boshqa uylarga mukib, hech kimni ko'rmay yurib, 1,5 oy ta'tilni taslikda o'tkazgandan keyin ota-onasining xo'shmi demay ta'til qarab o'ltirishi bilan maktabiga qaytdi. Maktabda bir mavsum to'limi xotirjam o'tdi. Qishki ta'til kelishi bilan dadasi telefon qilib, uni uyiga tez qaytishga buyurdi. Bu qaytim dadasi uni avtobus bekatida kutib oldi. Qopig'ini ochmasdan, bir og'iz gapmi qilmasdan uni mashinaga chiqarib uyga olib keldi. Bu qaytim opasi uni quchoqlabmi qo'ymadi. Qo'lidan so'mkasini olmadi. Burunqidek osh ko'ki purab turgan mezilik cho'chura, hech bo'lmaganda bir piyola issiq choymi qo'ymadi. U tozliq uyga kirib, tek yuzlarini yuymasdan dadasi uni chaqirdi. "Bu yoqchiq, sana degan gapim bor." U dadasining alpozning yomonligini ko'rib, qo'rqimsirab tashqariga uyga chiqdi. "Sana bir fursat berdim, o'zingni bilmading. Endi gapingni ochiq qil. Ya yog'liqni beshingdan olasan, burun qishlarni surishtirmayman. Ya yog'liq chekdan bo'lsan, put-qo'lingni chekib o'tib, sondan tashlab berib boqaman." "Dada, nima bo'ldingiz? Men tek uyga bugun keldim-ku." Uning ko'zidan taramlab yosh to'kilishga boshladi. "El jamoat nima davotida bilamsa? Mening yurtda yuzimni to'kib bo'lding. Tek oldin kuni vali atoydan chaqirtib, sening gapini qilyotdi. Apang ikkimizning xizmatini yo'q qildi o'xshaysa, sendek balni boqqucha, ishning kuchini boqqan bo'lsam, bir ish yarab qolaydi." "Dada, siz o'zingizning xudoyingizdan qo'rqsiz, men o'zimning iyamdan qo'rqaman. Nima desangiz mayli, men bu ishda sizning deganingizni qila olmayman. Agar yuzingizni bek to'kayotgan bo'lsam, meni bo'ldi uydan chiqarib o'ting." "Ha, ma'qul. Bugundan boshlab mening senda qizim yo'q. O'lamsa, tirlamsa korim yo'q. Men uydan chiq." Dadasi shundoq debla uni ittarguncha uydan chiqardi va ishni zarb bilan yopdi. U santirilguncha berib, o'tirdik uyning eshigiga urildi. "Dada, chopinim ilib olay dada. Yog'liqimni ilib olay." U sirti tovlaydi, eshikni uratdi, mushlaydi. Uyning ichida ota-onasining gap talashayotgan ovozi anglanadi. Yanvarning sovuqi uning jon-jindan o'tib ketdi. Ko'zidan yoshlar quyiladi. Oxiri ovozlarmi bo'g'ilib ketdi. Shu chaqda o'dug'lik uyda turgan qo'shnisi sirtdan qaytib kelib qoldi. "Voy Dilnur qizim, nima bo'ldingiz?" Dilnur uni ko'rishi bilanla yoshlari qaytadan to'kilib ketdi.
u nimami deyalisin? Ota-onasini haqqi yomonlab bersinmi? Qandoqli bo'lmasin, ular degan uning ota-onasi. Uni beqib cho'ng qilgan, kichigidan tortib, unga mehr berib o'stirgan ota-onasida. Qo'shni ayol uning unsiz yig'layotgan turqiga qarab bag'ri ezildi bo'lg'ay, uning qo'lidan tortib o'zining uyiga elib kirdi. "Hada, akamga telefon berib olsam bo'pti-ka?" dedi Dilnur birozdan keyin sal asliga kelib. "Telefon ana, ishlatavering qizim." "Vay, assalomu alaykum." "Va alaykum assalom, bu men aka." "Voy jinim singlim, shirkat ozroq ish bo'lib qilib, faqatla yer bo'lolmadim. Kashta uyga seni ko'rgil borman. Qattiq xafa bo'lmag'in." "Aka, daral kelib meni akatgin." Uning ovozi bo'g'ilib chiqadi. To'xtamay esadab turadi. "Sen nada? Bu uyning numeri emas-ku. Qancha vaqt kelib bo'lalaysa, men binoni oldiga chiqib saqlab turay. 10 minutli borman, amma saqlab tur. Yig'lamag'in, angladingmi? Bizga ega bo'lgan Rabbimiz bor. Qandoq ish yuz bersimi, ko'nglingni to'q tutqin." Akasining gaplarini anglab, uning ko'ngli birdamdila xotirjam bo'lib qoldi. Rost emasmi, uning ega bo'lgan Rabbi tursa, u nimadan ansiraydi? Ota-onasimi Alloh xolsa hamon bir kun haqni tushunadi. Hamon bir kuni qizini tushunadi. Hatto uningdan kechirim so'raydi. "Hada, ranjimay menga bir yog'liq berib turgan bo'lsangiz," dedi u o'yigis ayolga. "Ha, mana, ma bo'lam degan, menda cho'ng yog'liqmi yo'qkan," dedi qizirib. Ondan so'zni davomlashtirdi. "Qizim, nihoyat yaxshi qilyapsiz. Mening sizda qizim bo'lgan bo'lsa, nihoyat faxrlanib ketardim. Lekin bizning xizmat o'rnimizni o'ylab ko'ring. Ota-onangizni to'g'ri tushunishingiz kerak. Musulmon degan cho'qim beshiga yog'liq chekish kerak degan gap yo'q-ku. Bo'lmasa bizlar musulmon bo'lmay qolamizmi? Namozingizni o'qib, qog'ini dilingizni bilib yuraversizmi bo'ladi-ku? Hammadan niyat a'lo debdikan, ko'nglimiznikini Xudoyim biladi." Uning bu ayol bilan tushuntirib, gap talashib o'tirg'isi kelmadi. "Hada, akamdan kelgan vaqtim bo'lib qoldi. Men pastga tushib qarab boqaymikin?" "Ma'qul qizim, amiz xo'sh, Allohga omonat." So'g'uq shamol uning yuziga vishildab urilib turadi. Odatda qishliq choponning ichiga kiyib olgan nefis ko'yniki shamolda lapildaydi. Chiroyi so'g'uq dasidan ko'kirib ketgan edi. "Agar mushbit o'lib ketsam ha?" deb o'yladi u. "Balkim shahidlar qatorida bo'lar edim." Shu chaqda akasining mashinasi hovliga kirib keldi. U mashinani ko'ribla akasining oldiga qarab yugurdi va o'zini akasining quchog'iga atdi. Mushtabda u mushundaqli bir quchoqlab qo'yishga naqadar muhtoj edi ha. Mayli akasi biror eg'iz gap qilmasimi, uni mushundaq quchoqlabda tursa. U akasining quchog'ida o'ksib yig'laydi. U shuncha yiroq safardan texib bugunla qaytib keldi. U asli qarindoshlarining illiq bag'rini, dadasining erkiltishlarini, opasining mezlik tomoqlarini umid qiladi. Lekin tuyuqsiz ishning bundoq bo'lib ketishini u nadin biladi deysiz. Shu chaqda ularning uydan balkondan qarab turgan bir jup ko'zni ular ikkalasi ko'rmadi. Mashina qo'rov hovlisidan agib chiqib, qarshi ko'rinmay qolganda, bu bir jup ko'z namlashib qolgan edi.